Qarshi tumanidagi zapravkada sodir bo'lgan portlash oqibatida 6 nafar fuqaro halok bo'ldi. Avval xabar berilganidek 8-iyun kuni Qarshi tumani Chaman mahallasida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi maishiy gaz ballonlariga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida portlash yuz berdi. Voqea joyiga 5 ta qutqaruv bo'linmalari yetib borib, yong'inni o'rab olishgan va o'chirishgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 4 ta avtomobil, 2 ta Cobalt, 2 ta gaz tashishga mo'ljallangan avtomobil hamda 2 ta yer ostiga yoqilg'i saqlash ombori yonib zararlangan. Oqibatda 6 nafar fuqaro halok bo'lgan, 5 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti topshiriqlariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari boshchiligida mas'ul vazirlik va idoralar vakillaridan iborat hukumat komissiyasini tashkil etish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining farmoyishi qabul qilindi. Hukumat komissiyasiga jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatish, portlash oqibatlarini bartaraf qilish, ushbu baxtsiz hodisaning kelib chiqish sabablarini aniqlash hamda kelgusida bu kabi noxush holatlarning oldini olish choralarini ko'rish vazifasi yuklatildi. Hozirda yong'in sodir bo'lgan hudud to'liq nazoratga olinib, uning oqibatlarini bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda.